Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Salomatmisiz? Ming bor uzr, bezovta qildim. Sherjahon bilan bog'landimmi? Siz bilan tug'ilgan kun tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronali kuningiz muborak bo'lsin. Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog'-u omon, baxtli, saodatli yashamoqlikka Allohning o'zi musharraf aylasin inshaalloh. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz, shukronalik ayyomingiz bilan tabriklash uchun tabrik jamoamizga juda ham chiroyli bo'lgan samimiy niyat, tilak hamda tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi tabriknomani kim siz uchun yuborgan bo'lishi mumkin? Mashalloh. Bugun sizni tabriklash uchun sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi onajoningiz Nozimaxon opa, dadajoningiz Ismoil aka tomonidan bugun chiroyli tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Qolaversa, opajoningiz Marinaxon, ukangiz Humoyun, qolaversa Firdavs va hamma yaqinlar ham eng sira samimiy niyat tilaklarni ushbu kunda siz uchun yuboribdi. Va biroz vaqtingizni olaman u sizga atalgan tabriknomalar bor o'qib eshitaman, maylimi? Marhamat, qabul qilib olasiz. Yillar kutdim, tunlari bedor, ishqing uzra bo'ldim-da bemor, berdi Alloh shukrimni ming bor, o'g'lim, sendan umidim katta. Assalomu alaykum, meni faxrim, suyanchim, Allohimni menga bergan eng go'zal ne'mati o'g'lim. Bugungi tavallud ayyoming munosabati bilan seni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun hayotimizga quvonch, kuch, ma'no olib kirgan inson. O'g'lim, sen dunyoga kelgan kuningdir. Sen endi kichik bola emas, ulg'ayib mas'uliyatni his qiladigan, hayot yo'lini mustaqil tanlaydigan inson bo'lib qolding. O'g'lim, seni katta qilib voyaga yetkazgan kunlarimiz ko'z oldimizdan o'tmoqda. Har bir qadaming, har bir yutug'ing biz uchun eng katta bir baxtdir. Hayot yo'ling doim yorug' bo'lsin. Qayerga borma, hurmat top, qaysi ishga qo'l urma, Alloh seni muvaffaqiyat sari, omad sari inshaalloh yetaklasin. Maqsadlaring aniq, niyatlaring pok bo'lsin. Bir umrga mehribon, inshaalloh oqibatlik farzandimiz, suyanchimiz bo'lib qolgin. Sog'lig'ing mustahkam, qalbing esa xotirjam bo'lsin. Orzularing osmondek keng bo'lib, birma-bir barchasi ro'yobga chiqsin. Boshing joy namozda, oyog'ing Makkaga, Madinaga serqatnov bo'lsin. Saxiy boylar safida, berguvchilar safida bo'lib yurgin. Biz seni juda qattiq yaxshi ko'ramiz va doim sen uchun duolar qilamiz. Qanday yoshga kirsang ham biz uchun sen baribir farzandimiz. Ko'zimizni oqu qorasi, nuri qalbimizni bir parchasi bo'lib qolasan. Yoshingga yosh qo'shilib, hayoting kuch, g'ayrat, muvaffaqiyatlarga to'la bo'lsin. Allohimiz seni yaxshiliklar tomon yondosh qilib, yomonlardan yiroq qilsin. Qalbingda neki orzu, umid, istak, niyatlar, tilaklar bo'lmasin, hammasi bugun ijobat bo'lsin. Biz seni juda qattiq yaxshi ko'ramiz va doim baxting uchun duodamiz. Alloh omadingni bersin, hayot yo'llaring nurlarga, qalbing esa molim mehr muhabbatga to'la bo'lsin. Borligingni hamisha baxt deb bilguvchi biz ota-onang, qolaversa jon jigarlaring uchun o'zingni ehtiyot qilgin. Shunchaki yashama, oddiy yashama. Bo'lsang iymon bilan ahil bo'l o'g'lim, halol top, haromdan oshing oshama. Sen otang, onang ko'ngliga faxr bo'l o'g'lim. Davrilari to'rida turmog'im uchun, davringda davrimni surmog'im uchun
o'g'lim deb maqtanib yurmog'im uchun sen otang onang ko'ngliga faxr bo'l o'g'lim. Ismim jaranglasin isming yonida, ko'plar qulluq qilsin ko'rgan onida, qonda bor deyishsin buni qonida, sen otang onang ko'ngliga faxr bo'l o'g'lim. To'xtama poyingga yastansin dunyo, yaxshilar yo'lida bo'lgin nur ziyo. Men buni epladim eplolmadim yo, sen otang onang ko'ngliga faxr bo'l o'g'lim deya dadajoningiz onajoningiz mana shunday go'zal chiroyli samimiy niyat tilaklarni siz uchun yuboribdi, sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Rahmat. Sizni ham agarda ular uchun aytishni istagan niyat tilaklaringiz bo'lsa, xohlasangiz marhamat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Yangi yosh, yangi omad, yangi baxt keltirsin. Qayerda bo'lmang, Allohning panohida bo'ling. Hamisha hurmatda, e'tiborda bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding bo'ldim butun, duolarim bo'lgan ijobat. O'g'lim bugun sen tug'ilgan kun, otam onam degan so'zing bir baxt. Sen mevamiz, biz bir daraxt, jannatlarda qurib bergin taxt. Ko'zim qorasi, qalbim donasi, umidim hayotim ertasi. Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. O'g'lim xuddi otangday bo'lgin, tun bo'lmagin quyoshday kulgin, o'z xalqingga mehringni bergin. Ko'zim qorasi, dilim donasi, yaxshilar ko'p ularday bo'lgin. Ko'zim qorasi, dilim donasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi.